Ayni kunlarda har bir inson uyida tayyorlash kerak bo'lgan retseptni ko'rsatib beraman. Chitir tovuq bo'laklari uchun bizga gazli suv kerak bo'ladi. Agar u Ozarbayjonni madanli istesuvi bo'lsa, undan ham yaxshi. Ular uchun barcha mahsulotlarni opisaniyada yozib qoldiraman. Tovuq bo'laklarini yupqa parrak shaklida to'g'rab, qillarga botirib bir chetga olib qo'yamiz. Unga esa tuzni aralashtirib olamiz. Qillardan olingan tovuq bo'laklarini unga botirib, qizib turgan o'rta olovdagi yog'da qizartirib, qovurib olamiz. 6-8 daqiqada tovuq bo'laklari to'liq pishib tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan tovuq bo'laklarini dasturxonga shundoq souslar bilan tortsa bo'ladi yoki bolajonlar uchun eng mazali burgerlarni tayyorlab beramiz. Mayonez va ketchupni xohishga ko'ra uyda tayyorlangan sousga almashtirishingiz mumkin. Meshoklarga solib, boshqa mahsulotlarni tabingizga ko'ra tanlab, uyda bolajonlar uchun eng mazali gamburgerlar tayyorlab bering. Agar retsept yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.